Senator qonunning rus tilidagi matniga e'tiroz bildirdi. Kecha 29-aprel kuni bo'lib o'tgan Oliy Majlis Senatining 6-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni muhokama qilinayotganda senator Azamat Ziyo qonun faqat davlat tilida, ya'ni o'zbek tilida qabul qilinishi kerakligini eslatdi. Qabul qilinayotgan qonunning o'zbek tilidagi va rus tilidagi versiyasiga ham o'zgartirish va qo'shimcha kiritish ko'zda tutilgan edi. Senator Ziyo Azamat Hamidog'li e'tiroz bildirib, qoidaga ko'ra qonunlar faqat o'zbek tilida qabul qilinishi kerakligi, keyinchalik boshqa tillarga tarjima qilinishi mumkin ekanini aytdi. Erkin Gadoyev esa buni qonun avval ikkita tilda qabul qilingani bilan izohladi. Senat raisi Tanzila Norboyeva Erkin Gadoyevning fikrini ma'qullab, muhokamaga yakun yasadi. Qonun avval ikkita tilda qabul qilingan. Bu noto'g'ri emas. Qonunlar hozir davlat tilida, avvallari rus tilida yozilar edi. Keyin o'zbek tiliga tarjima qilinardi. Hozir unday emas. Birdaniga o'zbek tilida qonunlar yozilmoqda. Shuning uchun avval ikkita tilda bo'lgani uchun rus tilidagi matnga ham o'zgartirish kiritilishi kerak, dedi Norboyeva. Muhokamadan so'ng qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi.